Rasululloh sollallohu alayhi vasallam tushida ko'rgan narsani quyidagi hadisda bayon qiladilar. Payg'ambarlarning tushlari haq. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam mana shu azobi qabrda turgan, qabrdagi azobning ba'zi turlarini quyidagi hadisda siz bilan bizga bayon qiladi. Rasululloh shuni aytib berar ekan, tunda ikki kishi meni oldimga kelganini ko'rdim. U ikkisi meni qo'limdan ushlab, keng bir yerga olib chiqdilar. Bir kishi o'tirgan edi, ikkinchi kishi uni yonida temirdan bo'lgan ilmoq bilan turar edi. O'tirgan kishi chalqamcha yotdi, ustida turgan kishi qo'lidagi temir bilan haligi kishini yonboshlatib turib, og'ziga temirni tiqdi, quloqning oldigacha tortib yirdi. So'ngra ikkinchi tomonga yonboshlatib turib, sog' tomoniga solib, uni ham yirdi. Ikkinchi tomonni yerar ekan, birinchi tomon asl holatiga kelib qolar edi. So'ngra yana bu tomonga boshlab, birinchi tomonni yerardi. Mana shu holat qiyomatgacha davom etadi Rasululloh. Men bu kishisiga bu kim, bu nima deb so'radim. Ular yuring dedi. Yana yurdik. Bir kishi yerda osmonga qarab yotar dedi Rasululloh. Boshqa kishi esa uni ustida katta xarsang tosh bilan turardi. Tosh bilan uni ustiga kelib, yerda yotgan odamni boshiga tosh bilan urib boshini pachaqladi. Boshini pachaqlagan tosh yumalab nariyoqqa ketdi. Toshni urgan kishi toshni olib kelgani borib qaytib kelguncha pachaqlangan boshini tikka urardi. Qaytib kelib yana urib boshini pachaqladi. Bu qiyomatgacha davom etadigan holat. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bu kim? Bu nima holat deganda bu ikki farishta yuring dedi. Bu nima dedim? Farishtalar yuring deyishdi. Yana yurdik. Usti tor, tagi keng, katta bir chuqurga oldiga bordik. Bu chuqur tandirga o'xshardi. Bu chuqurga erkak ayollar osilgan holatda turardi. Bu chuqurda ostidan dedi Rasululloh o't yoqilardi. O't sekinlik bilan ko'tarilib kelib, osilib turgan erkak ayollarni ostlaridan urganda baqirib, dod solib, chuqurdan chiqib ketishlikka o'xshab bir harakat qilishar edi. O't qaytganda yana asl holiga qaytardi. Yana o't qaytib kelar edi, yana ular baqirar edi, o't qiyomatgacha davom etadi. Bu kim? Bu nima holat desam, yuring dedi. Yana yurdik. Qondan bo'lgan daryo oldiga keldik. Daryo qon. Daryo sohilida bir kishi turar edi. Boshqa bir kishi esa mana shu qonli daryodan suzib kelib chiqmoqchi bo'ladi. Qirg'oqqa kelib intilgan paytda sohilda turgan kishi qo'lidagi toshlar bilan og'zini urib, sindirib pachaqlar edi. Unga chiqishga imkon bermadi. Qayta orqaga suzdi, yana kelib chiqishga harakat qilsa, sohildagi odam yana tosh bilan urib pachaqlayapti. Bu kim? Bu nima holat desa, farishtalar yuring deyishdi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytadilar, yana yurdik. Ko'm-ko'k bog' oldiga keldik. U bog'da ulkan bir daraxt bor edi. Daraxt ostida bir oqsoqol o'tirar edi, uning atrofida ko'p yosh bolalar bor edi. U daraxtga yaqin bir joyda yana bitta kishi olov yoqib turar edi. U ikki farishta meni daraxtga olib chiqishdi. U yerda men umrimda ko'rmagan juda ham katta, go'zal bir hovliga kirdim. U yerda chollar, yigitlar, ayollar, yosh bolalar bor edi. So'ngra bu hovlidan chiqdik, yuqoriga qarab ko'tarildik daraxtdan. Avvalgi hovlidan ko'ra yana ham chiroyliroq bo'lgan xonadonga kirdik. Bu yerda chollar va yigitlar bor edi. Shunda men ularga qarab, meni bu kecha sayohat qildirdinglar. Ko'rgan narsalarni xabarni aytib bering dedim. Ular ha deb javob berishdi. Siz ko'rgan og'zi yirtilayotgan kishi bu yolg'onni gapirib, ufqni to'lg'izib tashlaydigan kishi. Ertamandan kechgacha yolg'on gapirgan kishini qabrida qiyomatgacha oladigan azobi mana shu. Tortib ko'ringlar. Temir bilan emas, qo'l bilan tortib ko'ringlar nima bo'lar ekan. Chimdib ko'ringlar bir joylarda, bir yiginani sayib ko'ringlar nima bo'lar ekan. Endi qiyomatgacha. Bu dunyodagi azob har qancha og'ir bo'lsin, bitta o'lsangiz qutulasiz. Lekin bu qiyomatgacha bo'ladi. Siz ko'rgan boshi pachaqlanayotgan kishi, bu diqqat qilinglar. Alloh unga Qur'on bergan kishi. Bu shunday kishiki, tunlari o'qimasdan uxlab, kunduzlar unga amal qilmaydi. Qur'on berilgan kishi kechqurun Qur'on tilovati bilan tunini qoyim qilmasdan, kunduzi shu oyatlarga amal qilmasdan yuradigan bo'lsa, buni qiyomatgacha azobi qabrda boshini pachaqlanishligi. Ota-onasini qistovi bilan Qur'on yodlab olgan bolalar bor. Keyin qarasang, hayotda umuman Qur'onda yo'qligini ko'rasan. Hamma gunoh ma'siyatga berilganligini ko'rasan. O'shuncha birodarlar, ana bitta qori demaylik. U bitta odam. Bundan hech qachon ibrat olinmaydi. Islomga qarab turib odamlarga baho beramiz.
odamlarga qarab islomga baho bermaymiz. Siz chuqurda ko'rgan kishilar bu zinokor erkak va zinokor ayollar dedi Rasululloh. Ikki farishta Rasulullohga. E'tibor bersangiz, o't kelib ularni taydan urganda ayni zino qilgan a'zolarga tegyapti. Mana shunday azobga mustahiq bo'ladi zinokor kishilar. Zinoda hamma imkoniyati bo'lib turgan paytda o'zini iffatda, pokizalikda saqlab turgan yigitlarga Allohning rahmati bo'lsin. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam va'da qilgan 7 toifani bittasi bo'lishiga bizni imkoniyatimiz bor. Zino deganda faqat zinoda o'zini tushunmaylik. Til zinosi bor, ko'z zinosi bor, qo'l zinosi bor. Xususan shu kunlarda ko'z zinosi nihoyatda bir og'ir bo'lib ketgan. O'zimizni ehtiyot qilaylik. Siz ko'rgan qonli daryoda suzayotgan kishi sudxo'r odam. Sudxo'r odam. Siz ko'rgan daraxt oldidagi kishi bu Ibrohimdir. Atrofidagi bolalar esa odamlarni balog'atga yetmasdan vafot etgan farzandlari. Ya'ni ana shu balog'at yoshiga yetmasdan o'lgan kim bo'lishidan qat'iy nazar, u kofirning bolasimi, musulmonning bolasimi, u islom fitrati bilan tug'ilgan. Islom fitrati bilan o'lgan. Ibrohim alayhisolamning oldida turgan yosh bolalar mana shular dedi. Siz ko'rgan o't yoqib turgan kishi bu do'zax farishtasi Molik dedi. Siz ko'rgan birinchi hovli omma musulmonlarning hovlisidir. Ya'ni hamma musulmonlarning kiradigan joyi dedi. Endi siz ko'rgan ikkinchi hovli esa shahidlarning hovlisidir. Ya'ni darajasi baribir shahidlarniki baland bo'ladi. Men Jibrilman dedi. Bu esa Mikoil deb javob berdi. Boshingizni ko'taring dedi. Rasululloh boshini ko'tardi. Tushida bo'layotgan narsa. Juda ham baland joyni ko'rsatishdi. Aytdilarki, Jibril, bu sizning manzilingiz dedi. Mana shu omma odamlar yetadigan joydan juda ham uzoq, juda ham baland masofada Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning manzilati ko'rsatildi. Shunda ularga meni manzilimga kirishga yo'l beringlar. Lekin ular javob berdilarki, sizni hali yashab tugatmagan umringizdan bir vaqt bor. Mana shu vaqt tugagandan keyin kirasiz. Birodarlar, siz bilan biz ham mana shu jannat degan vatanimizga kirishlikka to'sib turgan hayotimizda bir qancha bir vaqtlar bor. Mana shu vaqtni iymon bilan, e'tiqod bilan yashab o'tib oladigan bo'lsak, albatta manzilimizga boramiz. Lekin Nabiy sollallohu alayhi vasallam bir hadis esimizdan chiqmasinki, sizlardan bir kishi bir umr jannat ahli amalini qilib yuradi. U bilan jannat o'rtasida bir ziro'gina masofa qoladi. Hozir o'lsa jannatga kiradi. Lekin kitob o'zib ketadi, bitta gunoh ish qiladi, shuning ustiga Alloh jonini oladi. Do'zaxga ketadi. Ana shu hadisni eslagan holda bu yurishligimizdan g'ururlanmasligimiz kerak bo'ladi. Bilaks Alloh taoladan iymon bilan, taqvo bilan kechishlikni hammamiz so'rashligimiz kerak.